50-60 yosh atrofdagi bir ayol o'quvchimni ko'rib, katta bola oyoq kiyimini bog'lab yursa bo'lmaydimi deb baland ovozda hammani oldida e'tiborli bir nosog'lom ovozda gapirdida. O'ku bolam mayli u narsalarga e'tibor bermas, ko'nikib ham ketgandir. Lekin men shu ayollarga yuzlamoqchiman-da, jamiyatimizdagi insonlarga. Faqat sizlar aqllimi? Sizlar boshqa gapni, boshqa fikrni bilmaysizlarmi? Balkim bu bolada tashxis bordir, muammo bordir. Bu o'shani to'g'irlash uchun balkim yuribdi yonimda. Mayli, biz sizdan pul so'ramayapmiz. Bizga yordam bering, yonimda turing, shu bolalar bilan ishlang. Bepulga bizga trenajyorniy zal beringlar, bepulga bizga restoranlar beringlar, bepulga bizni kiyintiringlar, bizni sochlarimizni olib qo'yinglar bepulga deb aytmaymiz. Biz o'zimizni yo'limizda shu bolalarga qanaqadir bilim berish uchun bir o'zgarish bo'lsin deb faqat ularga negativ, bir недовольный bashara bilan emas, hayotga bo'lgan qiziqishini noodatiy uslubda bir yordam berishga tinch qo'yinglar, baraka topkurlar, tinch qo'yinglar. Qo'linglardan yaxshilik kelmayaptimi, yomonlik ham qilmang. Shu tilingizni bitta joyga tiqib qo'ying. Shu zaharli tilingiz lutchi shu bolalarimda bo'lsin edi. Bu tilingizdan bir yaxshi gap chiqmaydigan tilingizni bolalarimga berilsa edi. Albatta bular o'zgarmaydi. Albatta bular qiynaladi. Albatta bular jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lmaydi. Nuqul poylashga, nuqul sizlar tomosha qilishga zo'rsizlar. Bunday bir tinch qo'yinglar odamni. Tinch qo'ying.